Davron aka, ko'p odamlar kapital yo'q, shuning uchun biznes qila olmayman deydi. Sizningcha pulni ko'paytirish uchun avval katta kapital kerakmi, boshqa yo'lam bormi? Kapital yo'q, shuning uchun biznes qila olmayman. Bahona. Kapital yo'q bo'lganda, biznes qilish imkoni bo'lmaganda kambag'aldan boy chiqmas. Juda oddiy narsa-yu. Kambag'al bo'lib turib, boy bo'lgan insonni ko'rganmisizlar? Men ko'rganman. Qayerdan olsin? Enasigina olsin kapital, qayerdan ola kapital? Qayerdan topsa mana ko'chada shu yerda yurganiga, shimga pul yo'q bola, qayerdan olsin kapital? Odamlar bitta narsani tushunmaydi. Kapital doimo pul emas. Kapital bu sizning bilimlaringiz bo'lishi mumkin. Sizning mutaxassisligingiz bo'lishi mumkin, sizning kapitalingiz. Tushunasizmi? Kapital deganda faqat qo'l bilan ushlasa bo'ladigan, pul bilan o'lchasa bo'ladigan narsani tushunamiz-da. Kapital boshqa narsa. Kapital boshqa narsa. Menda bor narsalarim olsangiz, hozir tam uy deysizmi, boshqa deysizmi? Meni boshimdagi bilimga almashmasdim. Agar hozir menga o'rtaga qo'yib qo'ysa, Davron polni boshingdagi bilim, pul topish haqida, marketing haqida, dars o'tish haqida, eslab qolish haqida hamma bilimlarni olib tashlaymiz. Va senda bor yiqqan boyliging qoladi yoki mana shu boyligingni olib tashlaymiz, senda bilim qoladi. Men shak shubhasiz bilim tanlayman. Men buni yana qayta orttirishim mumkin. Masala shunda-da, u gap bitta narsada biznes qila olmaydigan insonga kapital yordam bermaydi. Biznes qilaman deb zo'r bitta ideyasi bor, g'oyasi bor insonga kapital shart emas ko'pincha. MVP ni nimaga o'ylab topishgan? Juda ham oddiy, arzon ish bilan boshlasa bo'ladi. Любой narsani. Tushunasizlar, marketing, sotuv o'rgansa bo'ladi, qo'shimcha. Odamlar o'z ustida ishlamaydi, kapital emas. Yana bir marta, kapital bo'lsa osonroqmi? Albatta. Qaniydi, misol uchun meni ham ota-onamda pul bo'lgan. Kayf qilaman. Yo'q bo'lsa iloji bormi? Albatta bor. Ya'ni bo'lsa osonroq, o'tish narsa demayapman. Lekin bo'lmasa qilib bo'lmaydi deganimizda. Prikol shunda-da. Bu nimaga o'xshaydi? Mashina ham bo'lsa, Samarqandga borish osonroqmi? Osonroq. Piyodachi borib bo'lmaydimi? Bo'ladi, nima bo'lmaydi. Ko'proq vaqt ketadi prosta. Xuddi shunaqa narsa. Kapitalsiz ham biznes qilsa bo'ladi, vaqting ko'proq ketadi. Ko'proq bilimga ega bo'lishingiz kerak. Bu bir. Ikkinchidan, kimnidir kapitali siz kapitalizmingiz kimdadir borda shu kapital. Sizda tajriba, menejerskiy talant, HRdan bilimli, marketingdan katta tajriba va hokazolar bo'lsa, bitta yig'inda bo'lsa, bu yerdan prosta bitta kapitali bor insonga shuni tutashsangiz bo'ldi, ish bitdi. Ko'pincha shunaqa. Shuning uchun kapital yo'q, shuning uchun biznes qila olmayman. Shunaqa hayol keldimi, ishoning biznes bilan shug'ullanmaganingiz yaxshi. Siz uchun emas biznes. Sizga bepul sovg'alarim bor. Sovg'alarni olish uchun shunchaki pastga holiga o'tsangiz bo'ladi. Qanaqa sovg'alar? Asosiy masala uyquni qanday to'g'irlash, ya'ni energiya uchun. Qanday qilib rejalashtirishingizni joy-joyiga qo'yib ishlaringizni rejalashtirishingiz mumkin. Qanday qilib pomidor usulini ishlatish orqali vaqtingizni taqsimlab konsentratsiya, ya'ni diqqatingizni kuchaytirishingiz mumkin. Qanday qilib dangasaligingizni yengishingiz mumkin va hokazo ko'plab turli xil bepul video darslar meni o'zimni shaxsiy Davronbek Turdiyev jamiyati degan bepul Telegram kanalimda bor. Kanalga qo'shish uchun shuni videoni tagiga o'tsangiz bo'ladi yoki izohlarga qistirib qo'ygan bo'laman. Havolaga o'tib bemalol mana shu narsalarni ko'rib o'zingizni intizomingizni rivojlantirishingiz mumkin. Sog' bo'ling, omon bo'ling, meni rivojlantiring. Paka.